Assalamu alaykum qarindoshlar. Uyg'ur erkiy qirg'inchilik uchrayotidi. Erkiy qirg'inchilik uchirgan millat zimin davosi deb chiqadi. Yolg'on davoni 71 yil qitdikan. Amdi kichu Xitoy konsulini oldiga berib, oqko'l Xitoy xalqidan yordam so'rayotganlar bir chaqlarda. Endi oqko'l Xitoy konsul xodimlaridan nima talab qilsizlar, qaysi maktublar chiqadi, nima demoqchi, uni bilmadim. Ben erkiy qirg'inchilik uchirgan millat hukumatdan bizga yordam qila oladigan hukumatlardan yordam so'raydi deb bilaman. Xitoyning erkiy qirg'inchilik jinoyati Amerikada bekitildi. Kanada ergashdi, Gollandiya ergashdi. Endi boshqa davlatlardan ergashishligini aniq. Lekin biz shu hukumat binolarining oldida yordam talab qilmay, bizga igi chiqinglar, bizga yordamda bo'linglar. Xitoyga qarshi maydonda turinglar deb turib, yordam talab qilmay Xitoy konsulining oldiga berib yetib olishdagi maqsad nima? Xitoyninki erib qilishini saqlash kerakmi? Oqko'ngil Xitoy xalqini biz bilan teng bir safda Xitoyga qarshi turishga taklif qilmoqchimi? Yoki konsulning ichidagi birasidan bir narsa chiqib qolamdi ya? Yaxshi o'ylash baqayli. Bir chaqlarda Xitoy virusi degan gapni Prezident Trump chiqargan chaqda, voy, unda demayman, Trump degan Trump, biz demayli, Xitoy xalqining ko'ngliga keladi degan tinglar. Bu ajush-majishlarimiz shunda deb chiqqan. Endi erkiy qirg'inchilikni Amerika desa, Kanada desa, Gollandiya desa, Xitoy konsullariga berib eg'nab yotamsizlar. Mayli qaysi şirketlerini biz Xitoy bilan savdoni o'z demoqchi bo'lsanglarmi, hukumat bekitadi-da uni. Hukumat bekitadi. Hergiz bir şirket biz uchun savdosini voz kechmaydi. Hukumat biz uchun ovoz chiqarsa, boshqa ishlar shu bo'yicha mang'idi deb bilaman. Hukumat binolarining oldida yordam so'rash kerak aslida. Amerika konsulining oldiga boramisanlarmi, mayli, shu yerlik hukumatlarchu. Yaxshi o'ylab beqinglar qarindoshlarim. Rahmat sizlarga.